Assalomu alaykum, hurmatli Renessans uch tarix kanali obunachilari. Biz test tahlilimizni boshladik. 10-sinf Jahon tarixi 2017-yilgi darslik bizda 13 hamda 18-mavzular yuzasidan tuzilgan testlarni tahlilini qisqacha qilib o'tamiz. Demak, bizda birinchi savol. Nechanchi yilda qabul qilingan hujjat Yevropada Xavfsizlik va hamkorlik kengashining yakunlovchi akti hisoblanadi. Ya'ni bu yerda imzolanadi deb yozilgan, lekin hisoblanadi. Bu shartnoma bo'lmasa-da katta axloqiy siyosiy ahamiyatga ega bo'lgan. Demak, biz navbati bilan javoblarni ko'rib chiqamiz. Biz A javobini ola olmaymiz, negaki 1947-yil iyunida o'sha Marshall rejasi g'oyasi amalga oshirilgan edi, ya'ni g'oyasi berilgan. Bu javobni ola olmaymiz. B javob bizda to'g'ri javob bo'ladi, ya'ni 1975-yilda Yevropa xavfsizlik va hamkorlik kengashining yakunlovchi akti imzolanadi. Bu shartnoma bo'lmasa-da katta axloqiy siyosiy ahamiyatga ega bo'lgan. C javobni ham ola olmaymiz. 1972-yilda biza biladigan strategik qurollarni cheklash birinchi shartnomasi bor. D javob esa ayni shu shartnomaning ikkinchisi, ya'ni strategik qurollarni cheklash ikkinchi shartnomasi bo'ladi. Demak, bizda to'g'ri javob B hisoblanadi. Ikkinchi savolga o'tadigan bo'lsak, qachonga kelganda AQSh iqtisodiyotida qisqa muddatli retsessiya kuzatiladi? Ya'ni unchalik katta bo'lmagan inqiroz kuzatiladi. Retsessiya so'zining ma'nosi aynan shunaqa. Biz D javobdan boshlab javoblarni ketma-ketlikda ko'rib chiqamiz. D javobni ola olmaymiz, negaki 1960-yillarda o'sha AQShda fuqarolar tengligi uchun kurash o'sha eng yuqori darajasiga yetgandi, ya'ni iqtisodiyotga aloqasi yo'q buni. Iqtisodiyotga aloqasi bo'lgan 1970-yillarda esa o'sha AQShda ishlab chiqarish bir qadar susaygandi, lekin retsessiya kuzatilmagan. B javobda 1980-90-yillarda AQSh iqtisodiyotida yoki tashqi siyosatda neokonservatizm g'oyasining tantanasi bo'lgan. Bizga kerak bo'ladigan qisqa muddatli retsessiya ko'rinib turibdiki, A javobda 1990-yillar boshida sodir bo'ladi. A javobni to'g'ri sifatida ola olamiz. Uchinchi savol. Qaysi davlat 1920-yillarda iqtisodiy siyosatining asosiy yo'nalishi chet ellik mulkdorlardan sanoat korxonalari, infratuzilma obyektlari, temiryo'llarni sotib olish va milliy sanoatni yaratishni tashkil etadi? Ya'ni 20-yillardagi holat so'ralyapti. Biz A javobni chiqarib tashlaymiz birinchilardan bo'lib, negaki o'sha paytda SSR iqtisodiyoti o'ta ayanchli ahvolda bo'lgan, ya'ni 17-22-yillardagi o'sha fuqarolar urushi, bundan tashqari o'sha 21-yildan boshlab neftning joriy qilinishi, xullas bu javob to'g'ri kelmaydi. Iqtisodiy jihatdan olib qaraydigan bo'lsak, Misr ham noto'g'ri bo'ladi. 22-yildan mustaqil bo'lgan 23-yilda konstitutsiya qabul qilinib, konstitutsiya monarxiya bo'lgan mamlakat bo'lgan, lekin unaqa ma'lumot Misrda ham berilmagan. Bunaqa ma'lumot Eronda ham berilmagan. Eron o'zlarida. Negaki 1919-yilda o'zi Buyuk Britaniyaning protektoratiga aylantirilgan mamlakat edi. Ya'ni infratuzilma obyektlarini to'laqonli o'z qo'liga olmagan bu mamlakat. D javobni to'g'ri sifatida ola olamiz. 20-yillar so'ralyapti. 1923-yilda mustaqil bo'lgan mamlakat. Aynan 20-yillar iqtisodiyot siyosatining asosiy yo'nalishi mulkdorlardan sanoat korxonalari, infratuzilma obyektlari, temiryo'llarni sotib olish hisoblanadi. 4-savolga keladigan bo'lsak, qachonga kelganda Turkiyada sulton hokimiyati bekor qilinadi? A javobdan boshlab ko'rib chiqamiz. 1922-yil oktyabrda Turkiya tarixi bilan bog'liq ma'lumot 1922-yil oktyabrda birinchilardan bo'lib chiqarib tashlaymiz. Turkiya tarixi bilan bog'liq ma'lumot bo'ladigan bo'lsa ham 1922-yil oktyabrda Turkiyani o'sha Mustafa Kemal Otaturk butun Turkiya hududini ozod qilgan, lekin u paytda mamlakatda sulton hokimiyati bekor qilinmagan edi. Va javob ham noto'g'ri bo'ladi, ya'ni bizda savolda so'raladigan voqeadan keyinroq nisbatan yuz beradi, ya'ni 1923-yilning 29-oktyabr kuni Turkiya o'z mustaqilligini qo'lga kiritadi va respublika deb e'lon qilinadi. Biz D javobni ham ola olmaymiz, negaki o'sha yangi darslikda bu haqida ma'lumot berilgan. 1924-yilda xalifalik tugatiladi. Sulton hokimiyatining bekor qilinishi esa 1922-yilning 1-noyabr kuni bo'ladi. O'sha Turkiyada monarxiya qulab, Sulton Mehmet olti taxtdan tushadi. Ya'ni sulton hokimiyati 1922-yil 1-noyabr. C javobda bekor qilinadi.
Va javob, 5-savolga keladigan bo'lsak, qachon Germaniyada Natsional sotsialistik ishchi partiyasi, e'tibor beramiz, hokimiyatga keladi? Demak, biz A javobni chiqarib tashlaymiz. O'zi umuman savolda so'raladigan Natsional sotsialistik ishchi partiyasi Anton Drexler tomonidan 1919-yilda tashkil etiladi. Bizda hokimiyatga kelgani so'ralyapti, ya'ni 19-yildan keyin bo'ladi tabiiyki. 1934-yilni ham ololmaymiz. 1934-yilda o'sha biz biladigan mashhur shaxs Gitler yagona fyurerga dohiga aylanib oladi. Ya'ni Gitlerning o'zi Germaniya hukumatining tepasiga keladi. Gindenburgning vafot etishi bo'ladi bunda. Lekin sotsialistik ishchi partiyasi 34-yildan avvalroq keladi. Avvalroq bo'lsa ham, lekin C javobni ololmaymiz. 1932-yil aprelda Gindenburg prezident lavozimiga saylangan edi. Bizga kerak bo'ladigani D javobda 1933-yilda bo'ladi. Eng katta fraksiyaga ega bo'lgan Natsional sotsialistik ishchi partiyasi parlamentda va uning rahbari Adolf Hitler Reichskansler lavozimiga tayinlangan. Ya'ni o'sha natsional sotsialistlar hukumat tepasiga keladi va uning rahbari hisoblangan Adolf Hitler Reichskansler hukumat boshlig'i lavozimiga tayinlangan. Lekin o'sha paytda amalda prezident Gindenburg bo'ladi. 34-yilda prezidentlik o'sha lavozimini ham o'ziga qaysi tomonda qo'shib oladi. Endi prezidentlik deya olmaymiz, shunaqa. Xullas, yagona rahbarga aylanib olgandi. Bizga kerak bo'ladigan ma'lumot 1933-yilda bo'ladi. Xo'p, navbatdagi savolga keladigan bo'lsak, qachonga kelganda urush harakatlari bevosita Germaniya hududiga ko'chadi? Bizda 1900 D javobda bor, ya'ni D javobdan kelamiz. 1945-yil fevral oyi. Buni ololmaymiz, negaki 1945-yilning fevral oyida biz biladigan Qrim shahrida konferensiya yuz beradi. O'sha g'olib mamlakatlar, asosan Antanta mamlakatlarining rahbarlari o'tkazgan konferensiya bo'ladi. 1943-yil fevral javobini ham ola olmaymiz. Negaki 1943-yilning fevral oyida biz biladigan o'sha mashhur Stalingrad jangi yakunlangan edi. B javobni ham ola olmaymiz, lekin Germaniya bilan bog'liq ma'lumot bu yerda. 1945-yilning 16-aprel va 2-may sanalarida Berlin shahrida operatsiya bo'ladi. Lekin urush harakatlari 1945-yil aprel-may oyidan biroz oldinroq, ya'ni 1944-yilda, ya'ni A javobda so'raladigan 1944-yilda hududlarga ko'chgan. Ayni o'sha yilda SSR hududi to'liq o'sha nemis qo'shinlaridan ozod etilib, SSR va o'sha uning koalitsiyasi unga yordam bergan Britaniya, AQSh qo'shinlari, xullas Antanta qo'shinlari Yevropaning, Fransiyaning shimoliy-g'arbiy hududlariga, Belgiyaga o'z qo'shinlarini tashlagan edi va qo'shinlarning kattagina qismi Germaniya hududlariga ham ko'chgan edi. Bu yerda to'g'ri javob A javobni ola olamiz. Demak, bizda navbatdagi savol 7-savol. Quyidagilar orasidan noto'g'ri bo'lgan javobni aniqlang. Ya'ni bizga bu yerda 4 ta variant orasidan noto'g'ri javob kerak bo'ladi. A javob bu yerda 1960-yillar AQShda fuqarolar tengligi uchun harakat o'zining eng yuqori cho'qqisiga yetadi. Bu javob to'g'ri rostdan ham, chunki ayni shunaqa ma'lumot bo'ladi. B javobga keladigan bo'lsa, 1980-yillar Jeneva va Reykjavik shaharlarida Ronald Reagan va Mixail Gorbachev o'rtasida uchrashuv bo'lib o'tadi. Bu javobni ham ola olamiz. O'sha yadro quroli borasida kelishuvlar bo'ladi Jeneva va Reykjavik shaharlarida. A va B javoblar bu yerda to'g'ri bo'lyapti. Bizga kerak bo'ladigan noto'g'risi. D javobni ham ola olmaymiz, negaki bu yerda ham to'g'ri ma'lumot berilgan. Iosif Broz Tito, Javoharlal Neru, Jamol Abdulnosir tomonidan 1961-yilda rostdan ham qo'shilmaslik harakati vujudga keladi. Bizga kerak bo'lgan noto'g'ri javob C javobda bor. Ahamiyat beramiz. Demokratlar partiyasi vakillari Respublikachilar partiyasining saylovoldi shtabiga O'tirgeyt mehmonxonasiga eshitish vositalarining o'rnatilishi janjalga aylanib ketadi va Richard Nixon iste'foga chiqadi. Bu yerda noto'g'ri ma'lumot shundaki, javobda Demokratlar partiyasi vakillari Respublikachilarning saylovoldi shtabiga eshitish moslamalarini qo'yyapti deb ma'lumot beriladi. Kitobda esa aksi berilgan, ya'ni Respublikachilar partiya vakillari Demokratlar partiyasi vakillarining saylovoldi shtabiga eshitish moslamalarini qo'yilgan edi, ya'ni bu yerda aksi berilgan. Demak, noto'g'ri javob bu yerda C javob bo'ladi. 8-savolga keldik biz.
Qachonga kelganda Stalingrad jangida nemis qo'shinlari taslim bo'ladi, ya'ni 22 ta diviziyasi taslim bo'ladi. Bu haqida ma'lumot bundan sal oldingi savolda ham berib o'tgandim. Endi nima bo'lganini ketma-ketlikda ko'rib chiqamiz. Birinchisi, qachonga kelganda Stalingrad jangida nemis qo'shinlari taslim bo'ladi. Javobni ololmaymiz. Aynan nimagaki ololmaymiz? Stalingrad jangi so'ralyapti. 1941-yil dekabr oyida nemislarning Moskva ostonasida dastlabki mag'lubiyati bo'ladi, lekin Stalingrad undan keyinroq bo'ladi. B javob 1942-yil noyabr. 1942-yil noyabrda savolda so'raladigan Stalingrad jangi boshlandi, lekin qo'shinlarning taslim bo'lishi nisbatan keyinroq bo'ladi. 1943-yil may oyida o'sha biz biladigan Tehron shahrida konferensiya bo'ladi. 1943-yil fevral oyida Stalingrad jangi yakunlanadi. 42-yil noyabrda boshlanadi, 43-yil fevral oyida yakunlanadi. Xo'sh, bu o'sha Ikkinchi jahon urushida Rossiya hududlarida urushning burilish nuqtasi bo'lgan qaysidir ma'noda. Ko'rib o'tganimiz singari 44-yilda SSR hududdan to'liq nemis qo'shinlari chiqib ketadi. 9-savol. Buyuk Britaniya va AQSh o'rtasida Atlantik Xartiya qachon imzolandi? Bizga so'ralayotgani Buyuk Britaniya va AQShning o'zaro Atlantik Xartiyaning imzolashi bo'ladi. Javobni ololmaymiz. Negaki bu ma'lumotni ham aytib o'tdim. 1941-yil dekabrda SSR hududida Moskva ostonlarida dastlabki mag'lubiyatga uchrashgan edi nemis qo'shinlari. Bu umuman boshqa ma'lumot. B javobga keladigan bo'lsak, qisman aloqador, lekin to'g'ri javob emas. 1941-yil sentyabr oyida o'sha AQSh va Buyuk Britaniya o'rtasida imzolangan Atlantik Xartiyaning asosiy tamoyillarini SSR qabul qilgan edi. Tabiiyki, undan avval yuz bergan bu. Lekin 1941-yil aprel oyida ham emas. Bizga to'g'ri javob bu 1941-yil avgust oyida bo'ladi. 1941-yilning avgust oyida Buyuk Britaniya va AQSh o'rtasida Atlantik Xartiya imzolangan edi. C javobni nega olmadik? 1941-yil aprel oyida, aniqroq 5-aprelda SSR va Yaponiya o'rtasida neytralitet to'g'risida shartnoma imzolangan edi. Bu ham boshqa ma'lumot. Xo'sh, biz 10-savolga keladigan bo'lsak, tarixiy shaxs